Shalala xonni xoni, oq bug'doyni noni, hamma yomon ko'rsa ham akasining joni. Voy, sadasi ketdi, chaching pitib qoppa. Shalala ketdikmi? Yana deganam keldi. Aka, ana fartugimni mutlab bering. Bo'ldi, hozirda kani ikkindan keyin eslasang, chachingni bunday qog'oz o'rab, pegudek qilib jingalak qilib beraman, hamma. Voy, aka chachingni tarab fartugim utuklab beraman. Hada, pitlasam pitim ham terib qo'yadi. Qanaqasiga bir oy malyarda ishlab bir so'm pul olib kelmading? Bu onang nimga prorab allab ishlatib pulimizni bermadi. Aka, olib kelgan tilasa qanqa so'ra ekan. Yo'qdimi, xudo xolasi prorabga yana bir marta tuhmat qo'yarsam, turosida nima qilib beraman? Eng noinsof odamlar ham ko'pda, nima deysizda? Nima qilyapsiz Obid aka? Ana singlim tamom uribdi, ichkarida Xolbekin ham tamom bosyapti. Joni urgan eshitilmasin deyapman-da. İçim açıydı-da. Men to'yimda orqasi uzun oq ko'ylak kiyishni o'ylayman. Sen nimani o'ylaysan? Men akam to'yimda yig'lasa qanday ko'ndirib olishni o'ylayman. Maktabga bormayman. Ye, ha singlim nima o'rtangdagligini tutyapti? Hammani qora patinkasi bor, meniki o. Bo'ldi, hozir ishdan kelishda yangisini rakib beraman. Yo'q, menga hozir kerak. Hozir? Voy, zo'r ekan, qaydan olding? Mayli qizlar, yaxshi o'qib kelinglar, hamma. Oyoqchidan jurmaganimizga mancha bo'pti. Qo'yili. Singlingiz uchun oyoq yala yurishga tayyormisiz? Kanishni, bir narsani bilinglar. Akalar singillarni yelkasida ko'tarib katta qilib, keyin umrini oxirigacha yuragida ko'tarib yuradi. Singlim, seni yaxshi ko'raman. Akasiga mehmon ekan, bugun bildim singillar.